Allah'ın Eş-Şekur degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlarga Ustaz Abdüveli Qari Rahimullah'ın Kur'an ve sünnet nuri astida Allah subhanahu ve Taala'nın güzel isim sifatlarının kısaca tefsiri dersliklerden Allah'ın Eş-Şekur degan isim sifatları haqidagi tefsirlerini okuyumuz inşallah. Ba'de billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın Eş-Şekur degan isim sifatları haqidagi tefsirler. Allah'ın bu isim sifatları Kur'an'da 4 yerde tilga ilingan. Et-Tagabin suresi 17. ayetide tercümesi Allah'a qarz hasene bersanglar, yani memnuniyet bilen sadaqa bersanglar, Allah sizlarga onun savabını hassilab berdi. Sizlarga mag'firat qiladi. Allah az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir, halimdir. Yani bendillarini azoblashga oldirib ketmaydi. Eş-Şekur azroq ibadetlerge köp derecede mukafat bergichi zat demektir. Şundaqla sanaqlıq günlerde bo'lgan amallarga ebedi nimetni bergichi zat demektir. Eğer insan özünün qilgan amallarını tekshirib baksa, hammasi özünün menfaati uchundir. Şeriat buyruqlarini qilganda hammasi öz menfaatiga ish qiladi. Allah subhanahu ve Teala onun özüge menfaatlik bo'lgan amallarını qabul qilib, ahiretde katta mukafat bilan mukafotlaydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hech bir kishini amal jannatga ilib kirolmaydi deganida, sahobalar ya Resulullah, sizning amalingizmi sizni jannatga ilib kirolmamdi deb so'raganida, mening amalim ham jannatga mukofotlarga loyiq emas. Faqat Allohning rahmati bilan jannatga kiraman dedi. Shu darajadagi jannatga mukofotlarga har qanday bir inson amali bilan uningga loyiq bo'lolmaydi. Allah subhanahu ve Taala'nın Eş-Şekur sifati bilan jannatga daxil bo'lganlarga xitob qilib, Sure Al-Haqqa 24. ayetida tercümesi o'tgangi kunlarda, yani dunyodagi chaqlarda yaxshi amallarni qilganliginglar uchun xo'shal-xo'ram yanglar, ichinglar deyildi. Mana bu Allah subhanahu ve Taala'nın Eş-Şekur sifatining belgisidir. Aslida inson Allah subhanahu ve Taala'nın hech qanday bir ne'matiga shukr qilib, haqqini ado qila olmaydi. Shuning uchun benda Allah subhanahu ve Taala'nın Eş-Şekur sifatini bilgandan keyin doim Allah'ning ne'matiga shukr qilish uchun harakat qilish kerak. Odamlar tarafidan bo'lgan yaxshiliklarga ham shukr qilish kerak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kimiki odamlarga shukr qilolmasa, odamlarning qilgan yaxshiliklarni bilmasa, Allah'a shukr qilolmaydi. Endi inson hech qachon Allohning ne'matlariga shukr qilib, uning haqqini ado qilolmaydi. Hatta Allohning ne'matiga shukr qiladigan qilib qo'yishining o'zi katta bir ne'mat. Ana u Allohning ne'matlariga shukr qilishni o'rganib bilishi va uningga shukr qilib, haqqini ado qilib bo'lolmaydiganligini bilishining o'zi bir ne'matdir. Shuning uchun benda doim o'zining nuqsonlarini Allah subhanahu va taologa aytish kerak. Bir shoir shundoq degan ekan: Allohning ne'matiga men qanday shukr qilib haqqini ado qila olmayman-yu? Halbuki Allohga shukr qilishning o'zi bir yaxshilik bo'lsa, benda bu narsani bilgandan keyin doim
Allah subhanahu ve ta'alaning ne'metini bilib, bendilerning bir-biriga qilgan yaxshiliklarga tashakkurni bildirib, Allah'ning ash-shakur ne'metini bilib, hamma ne'matni Allah'ning o'zi bendiga berib, bendining shu yo'lga manganligiga guvoh bo'lib turib, hatto o'zining Allah'a şükür qilg'uchi ne'matiga erishganligini ko'rib, xijil bo'lib, Allah'a tinimsiz şükür aytish kerak. Qur'on va hadislarda Allah subhanahu wa ta'alaning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onda nurg'un o'rinlarda azg'ini amallari uchun hassilab katta ajrlarni berdiganligini bayon qilib, mundaq deydi. Sura İbrahim 7-oyatida tarjimasi: Öz vaqtida Rabbinglar ne'matimga shukr qilsanglar, uni texmi ziyoda qilaman. Agar kufroni ne'mat qilsanglar, mening azobim albatta bakmi qattiq bo'ladi deb jakarladi. Muslim rivoyat qilgan hadisda yaxshilikni kichik sanamag'in. Gerçi u qarindishing bilan uchrashganda yuziga tabassum bilan qarashga o'xshash odatdagi ish bo'lgan taqdirdimi? Sahih Muslim 6857-hadis. Buxoriy and Muslim rivoyat qilgan hadisda tarjimasi: Gerçi bir qavmining partisidek narsalar bo'lgan taqdirdimi, uni sadiq qilib bo'lsa-mu, jahannam azobidan saqlaninglar. Buxoriy 1417-numurluq, Muslim 2395-numurluq hadis. Sura Nisa 40-oyatida tarjimasi: Allah haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Allah uni hassilab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Muslim hadislardan tarjimasi: İbn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bir kishi Allah yo'lida to'ygisini nuqtasi bilan qo'shib sadiq qilib etdi. U kishiga Rasululloh alayhisolatu vassalam: sen uchun shu bir to'yganing baravariga jannatdan 700 to'yga nuqtasi bilan birga berildi dedi. Muslim 5005-hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, to'ygisini Allah yo'lida jangi yordam berish yuzasidan sadiq qilgan kishiga Rasululloh alayhisolatu vassalam: sen uchun shu bir dona to'yganing baravariga qiyomat kuni 700 dona to'ygi berildi. Hammasi nuqtalangan dedi. Ahmad, Muslim, Nasa'iy to'plagan sahih. Sura Nisa 147-oyatida tarjimasi: Agar Allohning ne'matlariga shukr qilsanglar va iymon etsanglar, Allah sizlarga azob qilib nima qiladi? Allah shukr qilguvchini mukofotlovchidir, hammani bilguchidir. Sura Saba 13-oyati tarjimasi: Ular Sulaymonga u xohlagan katta saraylarni, mistin, aynakdan ajoyib haykallarni, ko'ldek cho'ng legallarni, cho'nglikdan midirlamaydigan qozonlarni yasaytdi. Aytdiki: ey Davud oilasidagilar, Allohning bu cho'ng ne'matlariga shukr qilinglar. Mening bandilarimdan Allohning ne'matlariga shukr qilg'uchi bak az. Alhamdulillah. Yuqorida Ustaz Abduvali Qori rahimahullohning Qur'on va sunnat nuri ostida Allah subhanahu wa ta'alaning go'zal ism sifatlarining qisqacha tafsirlari darsliklaridan Allah subhanahu wa ta'alaning ash-shakur sifatining tafsirini angladinglar.
oxirini keyin qitimli o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.